Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar. Hijriye 1446 yılı yetip kelish aldı turvatıdı. Allah subhanahu ve taala chet elde hicret qilib chiqqan barliq qarindoshlarımızning hijratlarini qabul qilsin. Allah subhanahu ve taala hammamizni shu hijrat maqsadimizni mustahkam turib, tavranmasdan oxirgi g'oyamizga yetishga muyassar qilsin. Amin. Bugünkü dersimizin temisi hicretning xususiyatlari. Barliq güzel mediyalar alemlarning Robbi bo'lgan Allohga xosdir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga, aile tavabatlarga ve sahabelerga, qiyomatgacha yaxshilikda ularga ergashganlarga Allohning rahmeti, salami ve bereketi bo'lsin. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi: İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh vallahu gafurur rahim. Ayetning tarjimasi shubhisiz ki iman etganlar, hicret qilganlar ve Allah'ның yolida jihad qilganlar ana shundaq kishilar Allah'ның rahmetini ümid qiladi. Allah nayeti mağfiret qilguchidir, nayeti mehribondir. Vatanning qimmati yuqori, o'rni yuksakdir. Vatanni so'yish, uningga tava bo'lish va uni mudofaa qilish, qo'g'dash bo'lsa, sog'lom inson ruhi ilib kelgan tug'ma tabiatdir. İnsanni to'g'ri dinga yetkazadigan, vatan bekitgan va samaviy dinlarning hammasi ta'kidlagan kuchlik majburiyatdir. Haqiqatan Payg'ambar alayhissalom vatanni so'yish va uning bilan aloqador bo'lish, uningga tava bo'lishning eng katta misollarini bayon qildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret qilib chiqadigan vaqtida o'zini avvalgi vatani bo'lgan Makka mukarramaga xitob qilib turib, sen shaharlarning menga eng suyimlik va eng pok isil shahrisan. Agar meni qavmim, millatim chiqib ketishga majbur qilmagan bo'lsa edi, men hargizmi chiqib ketmaydim degan. Peygamber aleyhisselam Madina Munavvaraga hicret qilib, u yerni vatan tutgandan keyin Alloh taolaga bu ikkinchi vatanni o'ziga suyimli qilib berishni, bu yerda haqiqiy tinchlik, xotirjamlik ato qilishni so'rab duo qilib mundaq degan: ey Allah, bizga Madina Munavvarani, Makka mukarramani suyimli qilib bergandek, hatto eningdanmi bakrak suyimli qilib bergin. Peygamber aleyhisselamning Makkadan Madinaga hicret qilishi eng cho'ng tarixiy voqelik bo'lib, buning bilan insonlarning tarixi o'zgargan. Haqiqatan bu hicret haq bilan batilning orasini ayirgan mizon bo'lgan. Bunun bilan Müslümanlar Medine'de bir vatanda yaşayotgan vatandaşlar arasidagi ijtimoiy aloqa, o'rtaq insonlik yasham asosi, tinchlik ichida yashash tushunchasi, insonlik izzat hurmatini muhofazat qilish, e'tiqodiy erkinlik, barobarlik va adolatdan iborat kuchlik asos turg'izilgan Madina davlatini qurdi. Madina ahli hammasi birlikda turli yo'llar bilan bu vatanning iqtisodini gullantirishga ishtirok qilishdi. Vatanning birligi va muqimligini saqlash uchun bir qancha turli chora tadbirlarni qo'llandi. Musulmonlarni birlashtiradigan va kishilarning diniy va dunyolik ishlarini tartiblaydigan o'rin hozirlash uchun oldi bilan masjid bino qildi. Davlatni ichki tarafdan tinchlantirish uchun Madinada yashayotgan yahudiylar bilan kelishim qildi. Diniy qarindoshlikni kuchaytirish uchun hijrat qilib kelgan muhojirlar bilan asli madinalik bo'lgan yerlik ansorilarning orasini qarindoshlardan qildi. Bunun hammasi vatanni gullantirish, taraqqiy qildirish, yangidan qurilgan davlatni ichki tashqi tarafdan mudofaa qilishdan iboratdir. Haqiqatan din bilan davlat orasidagi aloqa bo'lsa, hargizmi bir-biriga zid aloqa bo'lmasdan, balki bir-birini to'liqlaydigan, mukammallashtiradigan aloqadir. Vatanni muhofazat qilish va qo'g'dash bo'lsa, cho'qim saqlashga, muhofazat qilishga tegishli bo'lgan zarur ishlarning biridir. Vatanda haqiqiy muqimlik, xotirjamlik davomlashmaydi ekan, iqtisod va turmushda xotirjamlik bo'lmaydi. Vatanni mudofaa qilish, himoya qilish va vatan uchun qurbon berish bo'lsa, shu vatanning tuprog'ida yashagan, vatan osmonida soyadigan har bir insonning majburiyatidir va qonuniy talabdir. Vatanni so'yish degan faqat his tuyg'ular bilanla amaliylashmaydi. Balki u vatan uchun, millat uchun, hatto har bir shaxs uchun manfaatli bo'lgan harakatlar va go'zal axloqlarni ro'yobga chiqarish bilan amaliylashidir. Shuning bilan birga vatanning kuchlik va g'olib izzatlik bo'lish uchun qurbon berish kerak bo'ladi.
Vatanparvarlik degan bayroqlarni ko'tarib, shuarlarni to'lab qo'yish emas, balki haqiqiy vatanparvarlik degan iymon, axloq va qurbon berishdir. Vatan degan hayot prinsipidir. Vatanga yuzlanib kelayotgan qarshiliklarni his qilish, vatanning dardiga darmon bo'lish, g'albisiga xursand bo'lish, vatan uchun qurbon berishga doim tayyor turish kerak. O'zining Allohga bergan va'dasiga amal qilgan, Allohning yo'lida, vatanni mudofaa qilish yo'lida va vatanning shon sharafini yuqori qo'g'dash yo'lida hayotini taqdim qilgan erkaklarga muborak bo'lsin. Allah Taala her birimizni asli hicret qilib chiqqan nishon maqsadimizdan adashtirmasin. Adaqcha tavranmasdan mustahkam turishga muyassar qilsin. Payg'ambar alayhisalom va sahobalar hicret qilib chiqib, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va askariy tarafdan kuchlanib, o'zining ona yurti Makkani fath qilgandek, Allah subhanahu wa ta'ala bizni hamma tarafdan tayyor bo'lib, vatanimiz Sharqiy Turkistonga g'alaba bilan, izzat bilan qaytqili muyassar qilsin. Haq uchun, adolat uchun va erkinlik uchun hijrat qilib, hijrat yo'lida vafot bo'lganlarni shahidlarning qatoridan qilg'ay. Firdavs jannatdan o'rin bergay. Taqsirotlarni afv qilg'ay. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.